Assalomu alaykum akalar. Mana Xudo xolasa Semashkada boshlagan ishlarimiz yakuniga yetdi. Bugun 30-mart 26-ga mana shu holatda bo'lib tushdi. Boshlanishi bitta mo'ykamiz, u burchakka mangal, bu yerda 22 talik и 16 talik qozonimiz tushdi. Mo'rlarni akasi tepagacha urib berib, chiqarib qo'ydik. Yoqib tekshirish jarayoni, Xudo xolasa yonish tortishlarni tekshirib qo'yamiz. Yonishlari kichkina qozonimiz. Suvlari qaynayapti. Tuzlarni solib katta qozonimiz yonishlari, Xudo xolasa 1 gram tutun chiqmaydi tashqariga. Tortishini tekshirib qo'yamiz. Tortishlarga baho berib qo'yasizlar. Xudo xolasa yonish tortishdan problema yo'q. Bu kichkina qozonimiz. Bunisi katta qozonimiz. Xudo xolasa o'ta go'zal holatda bo'lib tortyapti. Bunisi mangalimiz. Mangalimizning o'zi o'ta go'zal holatda tortyapti. Buni yoqmadik. Yoqsak, qizisa yana ham bundan yaxshiroq tortadi. Hozir ham shu holatda ham Xudo xolasa bir ham suv tashqariga chiqmayapti. Kuzatib borlar, Xudo xolasa ishlar videolar qo'yib boramiz. Tashlamaga joy yo'q.